Assalamu alaykum ve rahmetullohi ve berekatuhu. Hurmatli mekandoshlar, zamondoshlar. Amansizlarmi, tinsizlarmi? Mana bugun 19 iyul 2021-yil Arafa günü. Alloh taolo shu kunlarda boringizlarga marik qilsin. Kelajatdan ertangi Qur'on bayramingizlar bilan Alloh taoloni rahimi, Alloh taoloni yordami bilan biz Qirg'iziston Qurshab aylanida masjidimizda bir kishini qurilish qilyapmiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Былтыр Алла Тааланы райымы менен o'sha yerga bir meshit salganmiz. Qirg'iziston eli, Qurshobdin eli, er jigitlar, aqshumqarlar ko'p jardam bergan. Alloh rozi bo'lsin ol jigitlardan. Bu yildagi Alloh Taolaning hukmi bilan o'sha kichkina bolalarni o'qitamiz, kichkina ayollarni o'qitamiz deb o'sha yerga bir kichkina bir ekitaj qurilish qilyaptik hali Alloh Taolaning rayimi bilan. Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini kim xizmat qiladigan bo'lsa, dunyo jannatga to'la insonni ol pendesini baxtli qilishlikka va'da bergan Alloh subhanahu va taolo o'shunday mamlakatimizda bugungi kunda bo'layotgan diniy bag'inday mehnat, dinga bo'lgan muhabbatni kuchayib, qo'ldan kelishincha eli yuz harakat qilayotgandan o'ta bir suqtanib suyulsak bo'ladi. O'shuning uchun biz da Qurshobdin eli tatiqtimiz. Shunday din bilan yashashlikka, jana shunday madrasalarimiz bo'lishlikka tatiqtimiz, alhamdulillah. O'shuning uchun biz kichkina bir To'raga qilgan boshlaganmiz, biroq albatta inson ekanmiz. Esep qilsak u jetmay qoladi. Je bo'lsa bag'indaylar bir bu yilgi kunda bu yil bultirqa solishtirmali eng o'ta ba'zi qimmat bo'lib, materiallar ham qimmat. Temirlar ekesi qimmat. Jo'shlardaga ekesi qimmat bo'lib ketgan sababdan qiynalib qoldik. Shuning uchun sizlardan Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun kishini bir o'zingizlardan yordamingizlarni qo'shib qo'yingizlarni, duo qilib qo'yishingizlarni, kim shu ayilda bo'lsa kelib kishina bir g'ish tashg'anga, boshqa bir mayda-chuyda ishlarni qo'l solib, mehnat qilib yordam beringizlar deb so'ranib ketadilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.